Funksiyaning grafigi urma va normal tenglamalarini toping degan testlar juda ko'p uchraydi. Masalada qanday beriladi? Y barobar fx funksiya beriladi. Uning grafigiga x0 nuqtada o'tkazilgan urinma tenglamasini toping yoki normal tenglamasini toping degan savol beriladi. Endi tushuntirishga o'tamiz. Y barobar fx funksiyaga x0 nuqtada o'tkazilgan urinma tenglamasi va normal tenglamalar qanday bo'ladi? Urinma tenglamasi shu x0 nuqtada funksiyaning grafigi urinib ketadigan to'g'ri chiziq bo'ladi. Y bilan belgiladik. Uni topish mana bu formulaga asosan bo'ladi. Endi normal tenglamasi nima? Shu berilgan funksiyaning grafigiga x0 nuqtada o'tkazilgan urinmaga perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziq va shu nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqqa normal tenglamasi deyiladi. Ya'ni bir marta yana qaytaraman. Funksiyaning grafigiga urinma o'tkazdik. Shu nuqtadan, urinish nuqtasidan urinmaga perpendikulyar bo'lgan chiziq, to'g'ri chiziq normal tenglamasi deyiladi. Ya'ni to'g'ri chiziq tenglamasi. U quyidagi formula orqali topiladi. Bu yerda y0, ya'ni y0 deyilganda x0 ning qiymatini berilgan funksiyaning o'sha x0 dagi berilgan funksiyaning qiymati topilgandagi qiymat f'(x0) degani funksiyadan hosila olib turib o'rniga x0 ning qiymatini topgandagi, ya'ni f'(x0) hosilaning shu x0 nuqtadagi qiymatlari hisoblanadi. Bu yerda ham shu x0 ning qiymati qo'yiladi. Ikkalasida ham xuddi shunday.